alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi mijozimizni buyurtmasini olib kelib o'rnatdik joyiga. Ushbu shkafimiz 330 ga, balandligi 280 tashkil qiladi do'stlar. Fasad qismini akril materialdan yasaganmiz. Eshigimizni o'zini razmeri 265 sm tashkil qiladi. Hop, korpuslarini Kashmir rossiyskiy laminatdan yasaganmiz. 100% PVH krom qo'yganmiz. Endi ishlarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Ochilishlari mana Luchida mexanizmdan foydalanganmiz, ana prostoylardan foydalanmaganmiz. Ochilishlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerga mana shkaf qilib qo'ydik. Tepasi antresoli ichida bo'lgan. Mana bu tag qismi ko'rishingiz mumkin. Mana hozir bitta ko'rsatamiz. Tortmalarimiz har doimgidek o'sha tandem mexanizm, skriti, mana ko'rinmaydi. Taglari ham o'zini materialdan DPP ishlatilmagan. Yopilishlari juda yengil ochib yopiladi do'stlar. Xo'p, bu yerga endi balandligi mana shunday vishilkani qo'yganmiz. Endi bunisini bu yerga olamiz. Mana ochib yopilishlarini bir qator e'tibor berasizlar. Umuman shum degan narsa yo'q. Bo'lmasa mana shu eshigimiz razmeri hozir 265 bo'ladigan bo'lsa, moniki 45-50 kilo vazni bor mana shu eshigimizni. Bu yerga chiroyli qilib polkalarni qo'yganmiz. Ikki tarafni ko'rishingiz mumkin. Mana bunday qilib ochiladi. Mana polkalarimiz bir xilda, razmeri ham millimetrgacha даже to'g'ri. Tag qismiga o'sha oyoq kiyimlariga qo'yilgan releslarimiz ham original, yaxshi releslardan qo'yganmiz. Bu tomoniga esa mana shuni takrorlaganmiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunga ham xuddi shunday tandem mexanizmlar qo'yganmiz. 70 kiloda ko'taradi. Bu degani uzoqroq xizmat qiladi. Xudo xolasa ko'rishingiz cho'tka qilib yasab berdik do'stlar. Buni xohlasangiz mana bu tepa qismini bu yerga qo'yib, ichkariga bunday qilib, mana bunisini bu yerga qo'yib, bunday qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Palasalarga e'tibor berasizlar, bir xil razmerda. O'zi ko'proq endi mana bunday foydalangani ham ma'qul deb o'ylaymiz. Mana sababi mana stikka keladi bunisi bu yerga keladi do'stlar. Yonlariga polni o'sha yumshoq nimalar lipochkalarni yopishtirib chiqqanmiz. 100% Yevrosteyashka deganmiz. Yevrosteyashkani ham original o'sha Xitoynikida ishlatganmiz. Qisqasi ishimiz tayyor bo'ldi. Joyiga chiroyli qilib o'rnatdik. Mana xudo xolasa stiklarga alohida baho berib qo'yasizlar do'stlar. Kimga shunday shkaflar kerak bo'ladigan bo'lsa, oshxona mebel deysizmi, spalniy garnitur, bolalar yotoqxonasi, hammasini mana shu nimaga zakaz qilsanglar, buyurtma bersanglar, joylarga borib ko'ramiz, razmer olamiz, 3D variantini chizib berishimiz, razmer olishimiz mutlaqo bepul. Faqat maslahatlashib olib, keyin chaqirishingizni so'rab qolamiz. Sababi biz ham ishdan qolib borishimiz kerak bo'ladi. Kimdan shunday buyurtmalar bersa, marhamat, tepasida nomerlar qoldirib o'tamiz. Uzoq yaqinda yurgan aka-ukalar, opa-singillar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bitta uyni pulni to'ldirish kerakmi? Hammasini dizaynni qilib, cho'tka qilib beramiz. Yonlari ochilib qolganining sababi uydagilar o'zlari aytishgan bizga, pritik qilib degan, yonlari ochiq qolsin degan, o'shaning hisobiga yonlarini ochib qo'yganmiz. Eshikka baho berasizlar, polni siflashni bitta tushirganmiz do'stlar. Ochilib yopilishi hamma tomonlarni ko'rib turibsizlar. Demak, sizlar bilan Yevromebel bo'ldi. Ya'ni YouTube orqali ko'rishguncha sog' bo'linglar deb qolamiz. Обязательно like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.